51-savol tahlili. DNK zanjirida nukleotidlar orasidagi masofa shuncha nanometrga teng. Hop, 153 nanometr uzunlikdagi DNK qo'sh zanjirida 12 juft nukleotid deletsiyaga uchradi. Demak, bizda birinchi ishimiz dastlab nukleotidlar sonini topib olamiz. Ya'ni 153 nanometrni 0.17 ga bo'lsak, umumiy nukleotidlar soni kelib chiqadi. 153 bo'lingan 0.17. Demak, bizda 900 ta nukleotid bo'lgan. Endi ushbu 900 ta nukleotiddan 12 jufti, ya'ni 24 ta nukleotid deletsiyaga uchragan. Buni ayirib olamiz. 900 minus 24. Demak, bizda 876 ta nukleotid qolgan. Hop, endi savolda aytayaptiki, avvalgi va mutatsiyaga uchragan DNK fragmentida nukleotidlar soni. Demak, bizda dastlabki nukleotidlar 900 ta va keyingi nukleotidlar 876 ta. To'g'ri javob B. 52-xili. Nuklein kislotalar molekulasi nukleotidlar o'zaro fosfodifil bog'lar orqali bog'lanadi. DNK molekulasi ma'lum qismida 890 ta vodorod bog'i bo'lib, undagi sitozilli nukleotidlar 75 juftini tashkil etadi. Demak, bizda DNK bor, mana. Ushbu DNKda vodorod bog'lar soni 890 tani tashkil etadi. Sitozillar 75 juft, ya'ni sitozillar 150 ta degani, 75 juft degani. Guaninlar ham 150 ta. Endi qoida bo'yicha vodorod bog'larda guaninlar yoki sitozillar sonini ayirsak, nukleotidlar soni kelib chiqadi. 740 ta. Demak, bu 740 ta nukleotidlar ekan. Shu DNK bo'lagi asosida transkripsiya jarayonida hosil bo'lgan RNK molekulasidagi fosfodifil bog'lar sonini aniqlaydi. Demak, bizda ikkita zanjirdan bitta RNK zanjiri hosil bo'ladi. Hop, ikkitadan bitta 740 tadan ishda deydigan bo'lsak, 740 ni bo'lamiz 2 ga. 370 ta nukleotid bor ekan RNK tarkibida. Endi RNKdagi fosfodifil bog'lar sonini topish uchun umumiy nukleotidlardan birni ayiramiz. 369 ni tashkil etadi. To'g'ri javob D. Hop, 53-savol. DNK molekulasi bo'lagi zanjirning uzunligi 459 nanometrga teng. Demak, bizda 459 ni bo'lamiz 0.17 ga. O'shanda nukleotidlar soni kelib chiqadi. 459 bo'lingan 0.17. 2700 ekan. Demak, bizda 2700 ta nukleotid bor. Endi DNK tarkibida bitta nukleotid og'irligi 345 ga teng. Ular orasidagi masofa 0.34. Hop, shu DNK qo'sh zanjirdagi purin pirimidal qoldiqlar soni. Endi mana 2700 ta bu jami nukleotid, shu 2700 ta nukleotid purin hamda pirimidallar yig'indisi hisoblanadi. Demak, A siga 2700. Endi B siga shu DNK asosida sintezlangan RNK molekulasini og'irligi RNK 2700 ni yarmi 1350 bo'ladi. Chunki bu DNK, mana bu RNK. 1350 ni ko'paytiramiz 345 ga. 1350 ko'paygan 345. 465750. Demak, to'g'ri javob 2700 ga 465750. To'g'ri javob A. Hop, 54-xili. Ikkita DNK molekulasi tarkibida jami 1000 ta nukleotid mavjud. Demak, bizda DNKlar soni ikkita ekan, umumiy nukleotidlar soni esa 1000 tani tashkil etar ekan. Birinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning 25% adenin nukleotiddan iborat. Demak, adenin nukleotidi 25% ekan yoki 0.25 deb olsak bo'ladi. Ikkinchi DNK molekulasidagi nukleotiddan 20% timin. Timin 20% degani bu 0.2, adenin ham 0.2 degani. Hop, endi agar ikkala DNK molekulasi tarkibidagi guanin nukleotidlar yig'indisi 270 ga teng bo'lsa, 270 ga. Hop, endi biz birinchi DNK ni X deb olamiz, ikkinchi DNK ni Y deb olamiz. Shunda X plus Y imiz 1000 bo'ladi. Endi adeninlarimiz 0.25 degani, mana bu yerda guanin ham 0.25 degani. Chunki bitta zanjir 50% tashkil etish kerak, ya'ni 0.5. Demak, guanin 0.25 X to'g'rilaymiz. 0.25 X plus. Endi ikkinchi DNKda bu yerda guaninlar 0.3 tashkil etadi. Doimgidek 0.5 bo'lish kerak yig'indisi adenin bilan guanin. 0.3 Y teng jami guaninlar 270 ta degan. 270 ga. Endi mana bu yuqorini 0.25 ga ko'paytirsak X lar qisqarib ketadi. 0.25 Y ga ko'paytirsak 0.25 Y, 0.3 dan ayirsak 0.05 Y teng. 0.25 ni 1000 ga ko'paytirsak 250, 250 dan 270 ketsa 20. Y teng bo'ladi. 20 ni 0.05 ga bo'lsak 400 bo'lar ekan. Demak, X imiz 600 bo'ladi. Y bu ikkinchi DNK edi, 400 ta. X esa birinchi DNK 600 ta. Hop, endi birinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonini aniqlaymiz. Birinchi DNKdagi vodorod bog'lar. Bizda birinchi DNKda 600 ta nukleotid bor. Endi ushbu 600 ta nukleotidga umumiy birinchi DNKdagi guaninlar sonini qo'shamiz. Ya'ni 600 ni 0.25 ga ko'paytirsak guaninlar kelib chiqadi. 150 ekan. Demak, 600 ga 150 ni qo'shsak 750, bu birinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni. To'g'ri javob A.
Xo'p, tushunmasangiz qaytadan ko'rib qo'ying. 55-savol. Xo'p, 55-savol tahlili. Hujayrada teskari transkriptaza fermenti yordamida RNKdan DNK sintezlandi. Demak, bizda mana bu yerda RNK bo'lgan. Endi bu RNKdan DNK sintezlandi. Mana bu DNK. Endi hosil bo'lgan DNK molekulasida sitezilli nukleotidlar jami monomerlarning 35% ni tashkil etadi. Demak, mana bu yerdagi sitezin 35% bo'lgan. 35%. Xo'p, endi RNKda esa sitezilli monomerlar jami nukleotidlarning 55% ni tashkil etadi. Mana bu yerdagi sitezin esa 55% bo'lgan. 55%. Xo'p, endi bizda mana bu yerda sitezin 35% degani, bu yerdagi guanin ham 35% degani. Endi 35 ga 35 qo'shsak 70 bo'ladi. 70 dan mana bu yerdagi 55% ni ayirib tashlaymiz. Ayirib tashsak, hop, 15%. Bu 15% nima desa, bu 15% RNK tarkibidagi guaninning foizi hisoblanadi. Masalan, shartda ham shu RNK zanjiridagi guanin nukleotidlar necha foizni tashkil etadi? 15% ni tashkil etadi. Hop, masalani mohiyatiga yaxshilab tushunib, qaytadan videoni ko'rib qo'yinglar. Hop, 56-savol tahlili. Adenin nukleotidlari 32,5% ni tashkil qilgan DNK fragment tarkibida vodorod bog'lar soni, demak bizda yozamiz mana. Adenin bor ekan, bu 32,5 ekan, 0,375. Bu degani mana bu guanin 0,125. Shunda yig'indisi 0,5 da. Hop, endi DNK tarkibidagi vodorod bog'lar sonini topishda 2x plus 3y qilamiz. Bu vodorod bog'lar sonini topish. Fosfodifil bog'lar sonidan 80 taga ko'p. Ya'niki bundan 80 ni ayirsak, bizda 2x plus 2y minus 2. Bu fosfodifil bog'lar sonini topishdir. Shunda x lar qisqarib ketadi, y teng bo'ladi. Hop, 78 ga. 78 ga. Hop, endi DNK tarkibidagi guanin sintezi nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Mana 78 chiqdi. Y-imiz bu guaninlar soni edi. 78 ni ko'paytiramiz 3 ga. 78 ni 3 ga ko'paytirsak 234. To'g'ri javob C. Xo'p, davom etamiz. 57-qiliga yetib keldik. Ma'lum bir DNK fragmentida 600 ta pirimidin timin hamda sitezin nukleotidlar nisbati 1 ga 1,4 ekan. Demak, bizda timin hamda sitezin nisbat 1 ga 1,4, yig'indisi 2,4 ekan. Bizda jami nukleotidlar 600 ta ekan, timin bilan sitezinlar. Hop, timinlar nechtaligi hamda sitezinlar nechtaligini topamiz. Hop, 600 ni ko'paytiramiz 1,4 ga bo'lamiz 2,4 ga. 350. Demak, sitezinlar 350 ta bo'lgan, 600 dan 350 ni ayirsak 250 ta timinlar bo'lgan. Hop, endi mazkur fragmentdagi guanin nukleotidlar sonini aniqlang. Demak, bizda sitezinlar nechta chiqdi? 350 ta. Guaninlar ham 350 ta bo'ladi. To'g'ri javob D. 58-savol. Noma'lum uzunlikdagi ikkita DNK. Uzunligi noma'lum ekan, lekin bizda ikkita DNK bor ekan. Mana ikkita DNK. Hop, birinchi DNK fragmenti ikkinchi DNK fragmentdan 2 marta uzun ekan. Uzunligi asli ma'lum ekan. Demak, mana bu DNKni x desak, mana bu DNK 2x bo'ladi. Bu degani nima degani? Bu degani ikkinchi DNKdagi nukleotidlar birinchi DNK nukleotidlardan 2 marta kam degani. Hop, endi agar ikkinchi DNK fragmentda komplementarlik qoidasi asosida 15 ta adeninlar 15 ta ekan. Timinlar ham 15 ta bo'ladi. Guaninlarimiz 45 ta ekan, sitezinlar ham 45 dan tashkil etadi. Hop, 45 ta guanin nukleotidlar ligazi ferment yordamida ulansa, savol oxirigacha o'qiymiz. Shuncha nukleotid ulansa, ikkala DNK fragmenti uzunligi jihatdan bir-biriga teng bo'ladi. Birinchi DNK fragmentining uzunligini aniqlayapti. Hop, bizda demak, agar ikkinchi DNK ga mana shuncha nukleotidni qo'shsak, shunchasini qo'shsak, birinchi DNK bilan uzunligi tenglashar ekan. Hop, demak, bu degani nima degani? Bu degani, hop, 15 ni 45 ga qo'shsak 60, 60 ga yana ikkinchi zanjirda 60, jami 120 ta nukleotid qo'shilsa, mana x ga. Buni qilaylik. 2x teng x plus 140 deydigan bo'lsak, shunda mana 2x ga tenglashdi. Endi 2x bu tomonga o'tganda x teng bo'ladi 140 ga. X ayrilib ketadi. Bu degani bitta x'imiz 140 ga teng ekan. Mana bu yerda nechta x bor? 2 ta x bor. 2x 140 ga ko'paytirsak, 140 emas, 15 ga 45, 120 uzr. 120. 2x 120 ga ko'paytirsa 240. Demak, birinchi DNKda 240 ta nukleotid bo'lgan. Ikkinchi DNKda esa 120 ta nukleotid bo'lgan. Hop, endi birinchi DNK fragment uzunligi 240 ni ko'paytiramiz 0,17 ga. 240 ko'paygan 0,17. 40,8 nanometr. To'g'ri javob C. Hop, videolarni qaytadan ko'rib qo'ying. Juda ham muhim mavzular.
Juda ham yaxshi masala tahlili bilan tanishamiz. 59-savol. DNK fragmenti tarkibida jami vodorod bog'lar 882 ta ekan. Xo'p, demak, bizda DNK bor ekan. Vodorod bog'larimiz 882 tani tashkil etadi. Adenin timin orasidagi vodorod bog'lar soni, adenin timin orasidagi vodorod bog'lar soni 2x mi? Guanin sitezin orasidagi vodorod bog'lar soniga nisbatan mos ravishda 1 ga 2 ekan. Demak, 2x ga 3y mi? 3y bu guanin hamda sitezinlar. Nisbat 1 ga 2,5 ekan. Proporsiya qilamiz. 2,5 2 ga ko'paytirsak 5x teng 3y ga. Xo'p, endi agar shu DNK tarkibidagi nukleotidlarning 4 dan 1 qismi mutatsiyaga uchrab yo'qolsa, DNK tarkibidagi mutatsiyadan keyingi nukleotidlar sonini aniqlaymiz. Dastlab biz nechta nukleotid borligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun men bundan foydalanamiz. Mana 2x plus 3y teng 882 bu vodorod bog'laydi. Endi 3y ni o'rniga men bu yerda 5x qo'ysak bo'ladi. 2x plus 5x teng 882. 2x ga 5x 7x teng 882, x teng 126. Demak, x imiz 126 ga teng ekan. Xo'p, endi biz y ni topishimiz kerak. Nimaga? Chunki guaninlar sonini mana bu vodorod bog'lardan ayirib olsak, nukleotidlar kelib chiqadi. Xo'p, 126 ni 2 ga ko'paytiramiz mana bu 2x ga. 252 bo'ladi. 252 dan 882 ni ayiramiz. 630 bu 3y ga. Buni 3 ga bo'lsak 210. Demak, y imiz 210 ga teng ekan. Bu 210 nima edi? Albatta guaninlar soni edi. 210. Endi 882 dan 210 ni ayirib olsak 672 bu umumiy nukleotidlar. Umumiy nukleotidlar. Endi umumiy nukleotidlarni 4 dan 1 qismi mutatsiyaga uchragan. Buni 4 dan 1 qismini topish uchun buni 0,25 ko'paytiramiz. Chunki 1 ni 4 ga bo'lsak 0,25 bo'ladi. Ko'paygan 0,25. 168. Endi 168 dan 672 ni ayirib olsak, mutatsiyada keyingi nukleotidlar qoladi 504. To'g'ri javob C. Xo'p, davom etamiz. 60-savol. Birinchi DNKda 750 ta. Demak, bizda mana bu birinchi DNK bor ekan. Bunda 750 ta nukleotid bor. Ikkinchi DNKda esa mana ikkinchi DNK bor, 1100 ta nukleotid bor. Mana 1100 ta. Endi birinchi DNKdagi purin asoslar soni, birinchi DNKdagi purin asoslar soni adenin hamda guaninlar. Purin asoslar soni guanin va sitezin nukleotidlar sonidan 1,25 marta ko'p. Hop. Endi purin asoslari adenin guanin. Adeninni x, guaninni y deb olamiz. Hop, endi x plus y ni agar bo'lsak, hop, purin asoslar soni guanin sitezin nukleotidlar. Guanin sitezinlar. Mana bu yerda sitezin ham y ni, y ga y qo'shsak 2y. Shu teng bo'lar ekan 1,25 ga. Hop, endi 1,25 bu tomonga ko'payadi. 2,5y bo'ladi. 2,5y dan y ni ayirsak x teng 1,5y ga. Hop, tenglamada ishlasak shunaqa chiqadi. Hop, endi ikkinchi DNKdagi adenin nukleotidlari, ikkinchi DNKdagi adenin nukleotidlar x deb olsak, hop, pirimidli asoslar sonidan 2,75 marta kam. Pirimidli asoslar soni timin hamda sitezin. Bu x, bu y. Endi x plus y ni x ga bo'lsak 2,75 bo'lar ekan. Hop, endi 2,75 x ko'paytiramiz. 2,75 x 1 ayirsak 1,75 x teng bo'ladi y ga. Hop, mana tenglamanani ishladik. X 1,5y ga teng bu birinchi DNK, ikkinchi DNKda 1,75 x teng y ga. Hop, endi birinchi va ikkinchi DNKdagi adenin timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar soni yig'indisi, ikkinchi DNKdagi guanin sitezin nukleotidlar yig'indisini toping. Hop, bizda endi 2x plus 2y teng 750. Bu nukleotidlarni topish formulasi edi. Endi birinchi DNK mana bu, hop, buni 2x ga tenglashtirib olsak, o'shanda bu ham 2 ga ko'payadi. O'shanda 3y bo'ladi. 2x o'rniga 3y ni olib kelamiz. Qo'shamiz 2y ni teng bo'ladi 750 ga. 5y teng 750, y teng 750 bo'lingan 5. 150. Demak, y imiz 150 ga teng. 150 ga. Hop, y da kim olamiz? Albatta guaninlarni olamiz. Mana bu guanin 150 degani, sitezin ham 150 degani. 150 ga 150 300, 750 dan 300 ayirsak 450, 450 ni 2 ga bo'lsak x ga kelib chiqadi 225. Mana timin ham 225 bo'ladi. Endi xuddi shu mana bu formula bilan ikkinchi DNKni topamiz. 2x plus 2y teng 1100. Hop, endi mana bu y ni 2y esa x ham 2 ga ko'payadi. Shunda 1,75 ni 2 ga ko'paytirsak 3,5 bo'lar ekan. 3,5 x bo'ladi. 2x plus 3,5 x, chunki mana y ni o'rniga mana uni qo'yibdi. Teng bo'ladi 1100 ga. Hop, 2 ga 3,5 qo'shsak 5,5 x teng 1100, x teng 2 chiqarmikan.
200 to'g'ri. Hop, demak ximiz 200 chiqdi. Mana bu yerda adeninlar soni 200 ta ekan. Timinlar ham 200 ta bo'ladi. 200 ga 200. Hop, davom etamiz. 200 ga 200 400, 1100 dan 400 ketsa 700 bo'ladi. 700 ni 2 ga bo'lsak 350. Mana bu yerda guaninlar 350 ta, sitezillar ham 350 ta tashkil etar ekan. Hop, endi masala shartda birinchi va ikkinchi DNKda adenin va timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar. Birinchi DNKda adenin nukleotidlar 225 ta, ikkinchi DNKda 200 ta. 225 ga 200 ni qo'shamiz. Mana bu yerga qo'shamiz. Va chiqqan sonni, ya'ni 425 ni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirib qo'ysak 850. Demak, A masala shartiga javob 850 bo'lar ekan. Bitta A javobda turibdi. Endi ikkinchi DNKdagi guanin hamda sitezillar yig'indisi 350 ga 350 700. Bizni ham topib qo'ydik. Hop, 60-savol tahlili quyidagilardan iborat edi. 61. DNK molekulasidagi guanin va sitezillar yig'indisini adenin timinlar yig'indisiga nisbatan 1 ga 1 tashkil etadi. Hop, endi bizda 2x teng bo'lar ekan 3y ga. Hop, nukleotidlari bo'lsa 3y bu vodorod bog'lab xolos to'g'rilaymiz. 2x teng bo'ladi 2y ga. Bu nukleotidlar. Shu DNKdan sintezlangan I renkadagi uratsillar soni, mana bu DNK, bundan renka sintezlandi. Bu yerda uratsil bor ekan. Uratsillar soni 70 ta bo'lib, 70 ta ekan. DNKdagi guanin va sitezillar yig'indisidan DNKdagi mana bu yerda guanin hamda sitezillar yig'indisidan 100 ta ekan. Buni endi mana bu uratsilga 100 ni qo'shsak, mana bu guanin sitezillar yig'indisi kelib chiqar ekan 170. Bu da yana mana bu yerda adenin hamda timin ham 170 ta tashkil etadi. Chunki 2x 2y ga teng. DNKning uzunligi 170 ga 170 340. Buni 0.7 ga ko'paytiramiz. 57.8 nanometrda tashkil etar ekan. 57.8 to'g'ri javob A. 62-chi xili. Birinchi DNK fragmenti, mana bu birinchi DNK fragmenti, ikkinchi DNK fragmentidan 1.25 marta uzun. Demak, bizda ikkita DNK fragmenti bor ekan. Bu 1.25x ekan. Bu esa x tashkil etadi. Chunki ikkinchi DNK birinchi DNKdan 1.25 marta kalta ekan. Ikkinchi DNKga 25 ta adenin, demak, ikkinchi DNKga 25 ta adenin, bunda yana timin ham 25 ta qo'shiladi. 15 ta sitezin. 15 ta sitezin degani mana bu yerda guanin ham 15 ta qo'shiladi. Chunki doimo komplement tarzda yuradi bular. Hop, ferment yordamida ulangandan so'ng ligaz yordamida DNKdagi nukleotidlar son jihatdan tenglashsa. Hop, demak, endi yuqorida ko'rdik bunaqa savollar. Yana qaytadan xuddi shunaqa savol beryapti ekan. 25 ga 15 40, bu tomon ham 40 80 ta. Demak, x plus 80 teng bo'ladi 1.25 x ga. Bu tomonga x o'tsa ayrilib ketadi 0.25 x teng 80 ga. X ni 80 dan 0.25 ga bo'lamiz endi. 320. Demak, ikkinchi DNKda 320 ta nukleotid. Endi birinchi DNKga o'tib qo'yamiz, ko'paytiramiz 1.25 ga 400 ta. Demak, birinchi DNKda 400 ta nukleotid bo'lgan, ikkinchi DNKda 320 ta nukleotid bo'lgan. Haqiqatdan 320 ga 80 ni qo'shsak 400 bo'ladi, tenglash olar ekan. Endi ikkinchi DNK fragmentining dastlabki uzunligini aniqlaymiz. Dastlabki uzunligi bizda 320 ta nukleotid topdik. Buni 0.17 ga ko'paytirsak 54.4 nanometrda tashkil etadi. 54.4. Hop, yoki 320 ta bo'lsa 80 ni ayirib tashlaymiz. 320 minus 80 240. Buni 0.17 ga ko'paytirsak 40.8 nanometr. Demak, mana bu 320 ta nukleotid o'sha mana bu 80 ta nukleotid qo'shilgandan keyingi holati deb olibdi. Hop, demak 320 dan 80 ni ayirsak 240 bo'ladi. Buni 0.17 ga bo'lsak 40.8 nanometrda tashkil etadi. To'g'ri javob A ga to'g'ri keladi. Hop, o'zingiz uchun yana bir bor ishlab ko'ringlar. Hop, 63. DNKda adeninlar soni jami fosfodifir bog'larga nisbatan 700 taga. Guaninlar soni esa 646 taga kam bo'lib, ushbu DNKdagi jami vodorod bog'lar soni 1150 tadan tashkil etsa, DNKdagi guaninlar sonini aniqlang. Hop, yozamiz. DNK bor. DNKda adeninlar soni x deb olsak, fosfodifir bog'larga nisbatan, ya'ni 2x plus 2y minus 2 plus emas, minus bo'ladi. Minus 700 teng x ga. Hop, endi guaninlar soni esa 646 taga kam. Hop, shunda 2x plus 2y minus 2 minus 646 teng bo'ladi y ga. Hop, endi ushbu DNKdagi jami vodorod bog'lar soni 1152 ta. Vodorod bog'lar soni 2x plus 3y teng
1152. Hop, ushbu formulalardan foydalanib 63-savol tahlilini ishlaymiz. Hop, endi davom etamiz. Demak, bizda quyidagi formulalarni tuzib oldik. Hop, x dan ketamiz. Endi x bu tomonga o'tsa, mana bu tomonga o'tsa, shunda hop x plus 2y teng bo'ladi. Bu 700 bilan 2, 702 bo'lib ketadi. 702. Hop, endi buni mana bu yerga qo'yib yuboramiz. x plus 2y teng bo'ladi 702 ga. Shunda pastki tomonni 2 ga ko'paytirsa x lar qisqaradi. 2 ni 2 ga ko'paytirsa 4y, 4y dan 3y ketsa y teng 702 ni ko'paytiramiz 2 ga, undan 1152 dan ayirsak 252. Demak, guaninlar soni kelib chiqdi. Guaninlar soni 252 ni tashkil etadi. Savolda ham denkadagi guaninlar sonini aniqlang. Ajoyib bo'ladi. Hop, siz xohlasangiz mana bu y bo'yicha ketsangiz ham bo'ladi yoki umuman boshqa usulda ishlasangiz ham bo'ladi. 64-savol. Denkada vodorod bog'lar fosfodifir bog'lardan 82 taga ko'p. Hop, vodorod bog'lar 2x plus 3y. Bundan 82 ni ayirsak, kelib chiqadi fosfodifir bog'lar 2x plus 2y minus 2 kelib chiqar ekan. Hop, endi shunda x lar qisqarib ketadi, y teng bo'ladi. Bu 80 bo'ladi. Hop, y da kim olamiz? Albatta guaninlarni 80 ta deb olsak, sitezillar ham 80 ta tashkil etadi. Hop, endi masala shartida vodorod bog'lar adenin nukleotidlardan 4 marta ko'p. Vodorod bog'lar 2x plus 3y taqsim x ga. Bu x adenin teng bo'ladi 4 ga. 4 bu tomon ko'payadi. 4x bo'ladi. 4x dan 2x ayirsak 2x, 2x teng bo'ladi 3y ga. Hop, bizda y ni topib bo'lganmiz 80. 3y ni 80 ga ko'paytirsa 240 bo'ladi. Demak, 2x ham 240 bo'lishi kerak. Shunda x imiz 120 ni tashkil etadi. X deb kim olganmiz? Albatta adeninlarni olganmiz. Albatta adeninlar 120 ta, timinlar ham 120 ta tashkil etadi. Hop, albatta deyishgancha. Hop, guanin bilan sitezillar 80 ta ekan, sitezillar ham 80 tani tashkil etadi. Hop, masala shartida denkadagi sitezin nukleotidlar soni ma'lum 80 ta ekan. Adenin hamda sitezin nukleotidlar, adeninlar 120 ta, sitezillar 80 ta, 120 80 200 ta. 80 ga 200 degan javob B. Hop, shunchalik mehnat qilganmiz, albatta. Hop, foydamiz tegyapti ayrim abituriyentlarga, ayrim ustozlarga. Hop, videoyimizga like bosmasingiz mumkin, like bosishingizni so'rab qolmaymiz yoki do'stlaringizga ulashishingiz ham mumkin, lekin majburiy emas. Faqatgina sizlarga yordamimiz tegsa shu kifoya. Hop, mana soat 12 dan 20 bitta o'tdi, tungi soat 12 edim. Lekin mehnat qilishda davom etamiz. 65-savol. Hop, DNKda vodorod bog'larning fosfodifir bog'laridan farqi 152 ekan. Hop, yig'indisi 1548 ta ekan. Hop, yuqoridagi savol bilan bir xil ekan, faqat mana ishlanishi. 2x plus 3y dan ayiramiz. 152 ni kelib chiqadi 2x plus 2y minus 2. Yana x lar qisqarib ketadi. Y teng bo'ladi 152. Mana bu yerda ham ayrilib ketdi yuqorida. Minus 82 minus 2. Bu yerda ham ayrilib ketdi. Y 150. Demak, y guaninlarmi? Albatta. Hop, y-larimiz 150 ta ekan, sitezillar ham 150 tani tashkil etadi. Hop, endi vodorod bog'lar adenin nukleotidlardan 4.25 marta ko'p. Demak, vodorod bog'lar 2x plus 3y taqsim x teng bo'ladi 4.25 ga. Xohlasangiz mana 3y o'rniga mana bu guaninlarni qo'yib olsak ham bo'ladi. 4.25x ko'paytirsa 4.25x, 2x ayirsak 2.25x teng 3y ga. Y ni o'rniga 150 ni qo'ysak, 350 ga ko'paytirsak 450 bo'ladi. Endi x topamiz. 450 bo'lingan 2.25. X imiz demak x adeninlarni x imiz 200 tani tashkil etadi. DNKdagi adenin timin nukleotidlar guanin nukleotidlaridan farq. Adenin timin nukleotidlari 200 ga 200 400. 400 dan 150 ni ayirsak 250. To'g'ri javob B. Endi mana bu yerda 1548 ozgina sizni qo'rqitish uchun berib qo'ygan xolos. Bu asli kerak emas desak ham bo'ladi. 66-savol tahlili. Dastlabki DNK molekulasida jami vodorod bog'lar soni 1300 ta. Demak, mana bu DNK bo'lgan, bunda 1300 ta vodorod bog' bo'lgan. Endi ushbu DNK molekulasi mutatsiyaga uchrash natijasida yo qo'shiladi nukleotidlar yoki kamayadi. Yangi DNK hosil bo'ladi. Hop, mutatsiya uchrash natijasida adenin timin juftligi 20% ga kamayadi. Demak, adenin hamda timinlarni x desak, mutatsiya uchragandan so'ng 0.8x qoladi. Chunki 0.2 qismi yo'qolgan. Hop, endi guanin hamda sitezin juftligi esa 20% ga ortdi. Demak, guanin sitezinlarni y deb olsak, bular 1.2 ga ortgan bo'ladi. Chunki y 0.2 qo'shilsa 1.2y bo'ladi. Natijada yangi DNK
molekulasi hosil bo'lgan. Hop, endi bizda yangi DNK tarkibida 1400 ta vodorod bor ekan. Hop, endi X plus Y bu dastlabki DNK tarkibidagi nukleotidlar. Ya'ni 1300 ni tashkil etadi. Hop, endi yangi DNK molekulasida 0.8 X plus 1.2 Y teng 1400. Yuqori 0.8 ko'paytirsak X lar qisqaradi. 0.8 Y ko'paytirib 1.2 Y da ayirsak 0.4 Y teng. Hop, 1300 ni ko'paytiramiz 0.8 ga, ayiramiz 1400 dan 360. 360. Y teng bo'ladi. 360 ni bo'lamiz 0.4 ga, 900 ga. 900 bo'lar ekan. Demak, Y'larimiz bu hop guanin hamda sitezin orasidagi vodorod bog'lar kelib chiqdi endi 900. Endi X esa 900 1300 dan 900 ga ayirsak 400 bo'ladi. Bu adenin timin orasidagi vodorod bog'lar. Endi hop savolda dastlabki DNKdagi adenin, dastlab DNKdagi adeninlar hop 402 ga bo'lsa 200 bo'ladi. Hop, chunki mana bu orasida ikkita vodorod bog' bor, shunga 402 ga bo'ldi. 200 ta adenin kelib chiqdi. Endi va yangi hosil bo'lgan DNKdagi guanin, yangi hosil bo'lgan DNKdagi guaninlar 1.2 Y teydi vodorod bog'lari. 900 ni 1.2 ga ko'paytiramiz. 1080 ta vodorod bog' bor. Guanin hamda sitezin orasida yangi DNKlar. Endi bularni 3 ga bo'lamiz. Shunda 360 ta bu guaninlar soni, yangi DNKdagi guaninlar soni 360 ta ekan. Endi bizda 360 ta yangi DNKda guanin bo'lsa, shularning farqi 360 dan, ya'ni adeninlarni ayirib olamiz 200 dan. 160. To'g'ri javob A. Hop, videoni doimgidek qaytadan ko'rib qo'ying. Albatta sizlarga manfaatli bo'ladi. 67-savol tahlili. Ikkita DNKni bir bo'lagi ekoerber, ikkinchi bo'lagi BAM-H1 restriktazi yordamida 22 ta bo'lakka bo'lindi. Bu degani 20 ta joyidan kesilgan degani. Hop, endi dastlabki DNK bo'lagi va bo'laklarga bo'lingan DNKdagi vodorod bog'lar farqi 184 tani tashkil qilsa, guanin hamda sitezin o'rtasidagi vodorod bog'lar nechta vodorod bog' kesilgan deyapti. Hop, endi qarang. Hop, mana uni BAM-H1 desak, BAM-H1. Hop, guanin, adenin, timin, sitezin. Endi buni komplementi. Sitezin, adenin, guanin. BAM-H1 mana bu holatda kessa, mana bu holatda kessa. Shunda guanin sitezin orasida mana bu yerda 3 ta vodorod bog', adenin timin orasida 2 ta, timin adenin orasida 2 ta, sitezin guanin orasida 3 ta. O'shanda guanin hamda sitezin orasida jami 6 ta vodorod bog' kesyapti. Adenin timinlar orasida esa jami 4 ta vodorod bog' kesyapti. Shunda 10 ta vodorod bog' kesadi BAM-H1. Endi ekoerber, mana ekoerber. Guanin, adenin, timin, sitezin. Komplementi. Sitezin, timin, adenin, guanin. Hop, endi bu ham mana bu holatda kessa, mana. Faqatgina e'tibor bersanglar, adenin timin orasidagi vodorod bog'larni kesadi. Mana 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta. Demak, adenin timin orasidagi 8 ta vodorod bog'i kesyapti bu ekoerber. Endi biz BAM-H1 X deb olamiz, ekoerber Y deb olamiz. Shunda X plus Y'imiz 20 joyidan kesilgan, shunda 22 ta bo'lak hosil bo'ladi. Hop, endi BAM-H1 10 ta vodorod bog' kesyapti, 10X plus ekoerber 8 ta vodorod bog' kesyapti. Shu yig'indisi 184 bo'ladi. Endi yuqorini bizda asosan guanin bilan sitezinni so'ragan bo'lsa, guanin bilan sitezinni faqat BAM-H1 kesar ekan. Bu degani Y'larni yo'qotib yuborsak, 8 ga ko'paytirsak Y'lar qisqaradi. 8X dan 10X kessa 2X teng bo'ladi. 8 ga 20 ko'paytirsa 160, 160 dan 184 kessa 24. X teng bo'ladi, 24 2 ga bo'lsak 12. Demak, BAM-H1 12 ta joyidan kesgan DNKni, Y'ni ham topmaymiz. 20 dan 12 kessa 8. Ekoerber 8 joyidan kesgan DNK. Endi bizda guanin sitezin orasidagi vodorod bog'lar 12 ni, mana bu yerda 6 midi? 12 ni 6 ga ko'paytirib qo'yamiz. 72. To'g'ri javob B. Hop, ushbu kitobdagi eng chiroyli savol 67-masala ekan. Menga juda ham yoqdi. Sizlar ham videoni qaytadan ko'rib tahlil qilib ko'ringlar. Hop. 68-savol tahlili. Ikkita DNK molekulasi tarkibida jami 1200 ta nukleotid mavjud. Demak, mana bu birinchi DNK. Hop, endi bu ikkinchi DNK. Ikkita DNKda 1200 ta nukleotid mavjud ekan. Hop, endi birinchi DNK molekulasida nukleotidlarning 25% timin. Bu degani timinlar 0.25. Adeninlar ham 0.25 degani. Hop, endi ikkinchi DNK molekulasida nukleotidlarning 20% adenin. Demak, mana bu yerda adeninlar 0.2. Bu yerda timinlar ham 0.2 ni tashkil etadi.
Hop, endi agar ikkala DNK molekulasidagi jami sitozin nukleotidlar yig'indisi 270 ta ekan. Demak, jami sitozinlarimiz 270 ta degani, jami guanillar ham 270 ta degani. Hop, bularning yig'indisi 540 ta bo'ladi. Endi 1200 dan 540 ni ayirib tashlasak 660 ta. Bu 660 ta ikkala DNKdagi adenin hamda timinlar yig'indisi. Endi 660 ni 2 ga bo'lsak 330 ta. Bu nima? Bu yoki adeninlar yoki timinlar degani. Hop, endi bizda birinchi DNKni X deb olsak, ikkinchi DNKni Y deb olsak, X plus Y'imiz 1200 bo'ladi. Hop, va birinchi DNKdagi adeninlarimiz 0.25X plus ikkinchi DNKdagi adeninlar 0.2Y teng 330. 330 bu yerdan keldi. Hop, endi yuqorini 0.25 ga ko'paytirsak, X lar qisqarib ketadi. 0.25 Y ga ko'paytirsak, 0.25 Y, 0.2 ni ayirsak 0.05 Y teng 1200 ni ko'paytiramiz 0.25 ga 300, undan 330 ayirsak 30. 0.05 Y teng 30 bo'lar ekan. 30 ni 0.05 ga bo'lsak 600. Demak, Y'imiz 600 ekan. Bu yer 30. Bu degani ikkinchi DNKni Y deb olamiz. 600 ta nukleotid bor ekan jami. Birinchi DNKda ham X plus Y 1200 edi. 1200 dan 600 ketsa 600 qoladi. Bu birinchi DNK. Hop, birinchi DNKdagi adenin va timin nukleotidlar orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Endi 600 ni ko'paytiramiz 0.25 ga. Shundan adeninlar kelib chiqadi. Ko'paygan 0.25. Demak, 150 ta adenin bor ekan. Qoida bo'yicha vodorod bog'larda adenin timin orasida ikkita vodorod bog' bor. Yo adeninlarni 2 ga ko'paytiramiz, yo timinlarni. Bizda adeninlarimiz 150 ta ekan, shuning uchun buni 2 ga ko'paytirsak 300 ta. Demak, birinchi DNKdagi adenin timin orasida vodorod bog'lar 300 ta tashkil etar ekan. To'g'ri javob C. Hop, 69-savol tahlili. 69-savolda DNKdagi vodorod bog'lar, ya'ni vodorod bog'larini topish formulasi 2x plus 3y adenin nukleotidlardan 4 marta ko'p. Bu degani buni x ga bo'lamiz. X va adeninlar soni bo'lsak 4 chiqishi kerak ekan. Endi 4x ko'paytirsak 4x, 2x ni ayirsak 2x teng bo'ladi 3y ga. 2ximiz 3y ga teng ekan. Endi DNKdagi sitozin nukleotidlar vodorod bog'laridan 260 taga kam. Demak, vodorod bog'lar yana 2x plus 3y. Endi sitozin nukleotidlari shu vodorod bog'laridan 260 taga kam ekan. Endi bundan 260 tani ayirsak, bizga kelib chiqadi Y. Bu sitozinlar soni. Hop, endi 2x o'rniga mana bu yerda 3y ni qo'ysak bo'lar. Hop, mana bu yerda 2x olib tashlaymiz. O'rniga 3y qo'yamiz. 3y plus 3y minus 260 teng y ga. Hop, endi 3y ga 3y 6y, mana bu ayrilib ketsa 5y teng bo'ladi 260 ga. Y'imiz teng bo'ladi 260 ni 5 ga bo'lsak 52. Demak, 52 bu sitozinlar soni yoki guanillar soni 52 ta ekan. Endi vodorod bog'lar sitozinlardan 260 taga ko'p edi. Bu degani, hop, 260 ga 52 ni qo'shsak 312 ta, 312 bu umumiy vodorod bog'lar. O'zi mana 260 ta umumiy nukleotidlar soni degan ekan. Chunki qoida bo'yicha umumiy nukleotidlar, umumiy vodorod bog'lardan guanillar yoki sitozinlar soni ayirsa, ya'ni 52 ni ayirsa, mana bu yerdagi umumiy nukleotidlar kelib chiqadi. Demak, mana bu DNKda 260 ta nukleotid bor ekan. Buni 0.17 ga ko'paytirsak, 260 ko'paygan 0.17 44.2 nanometr tashkil etar ekan. To'g'ri javob B. Hop, 70-savol. Mana bu yerga tayyorlar ekan. Hop, 70-savol tahlili. Demak, ona va qiz DNKsida umumiy 1200 ta nukleotid bor. Demak, mana bu ona DNKsi, mana bu esa qizning DNKsi. Jami nukleotidlar soni 1200 tani tashkil etadi. Hop, qiz va onasining DNK uzunligi 20.4 nanometrga farq qiladi. Hop, biz nukleotidlarni topib olamiz. 120 taga farq qilar ekan. Demak, hop, x minus y teng 120 deymiz. X bu onaning DNKsi, y esa bu qizning DNKsi. Ayirmasi 120 ta nukleotidni tashkil etadi. Hop, endi x plus y teng 1200 deydigan bo'lsak, hop, mana bu holatga o'tkazib olamiz. X teng 120 plus y deb olamiz. Hop, shunda x o'rniga 120 plus y ni qo'yamiz mana bu yerga. Hop, 120 plus y teng 1200. Hop, y ga y 2y teng bo'ladi. 1200 dan 120 ni ayirib olamiz. 1080. Y teng bo'ladi 540. 1082 ga bo'lamiz. Endi x topamiz. X teng
x teng 540 ni 540 dan 120 ga qo'shib qo'yamiz. Chunki x minus y 120 edi. 540 ga 120 ga qo'shsak 660 tashkil etadi. Demak, onaning DNKsida 660 ta nukleotid bo'lgan, qizning DNKsida esa 540 ta nukleotid bo'lgan. Hop, endi masala shartida DNKsi jami guaninlar shuncha bo'lsa, DNKsi tarkibi timinlar 15%, qizning DNKsi tarkibi 20% adenin bo'lsa, qizda DNKsi tarkibi adenin. Demak, qizda adeninlar 20% ekan. Mana bu yerda adenin 20% tashkil etadi. Bizda jami nukleotidlar 540 ta edi qizda. Shuni 0.2 ga ko'paytirsak, 108 ta nukleotid tashkil etar ekan. Demak, to'g'ri javob A. 71-savol. Mana bu yerga yozamiz. Xo'p, 71-savol tahlili. DNKdagi adeninlar soni, DNKda adeninlar X deb olsak, jam fosfodifir bog'larga nisbatan 398 ta, guaninlar soni esa 498 ta kam. Ushbu DNKdagi jam vodorod bog'lar soni 700 ta ekan. Demak, bizda jam vodorod bog'lar soni 2x + 3y teng 700 ta ekan. Xo'p, endi adeninlar soni mana bu yerga yozamiz. X teng 2x + 2y minus 2 bu fosfodifir bog'lar topish formulasi. Shundan 398 ga yozsak, adeninlar soni kelib chiqar ekan. Hop, endi x bu tomonga o'tsa x bo'ladi plus 2y teng mana bu 400 ga aylanadi. 400. Hop, endi mana bu yerga qo'yamiz. X plus 2y teng 400. Hop, pastki tomondan 1.5 ga ko'paytirsak, 1.5 2y ga ko'paytirsak 3y, y lar qisqaradi. 1.5 x ko'paytirsak 1.5x, 2x dan ayirsak 0.5x teng bo'ladi. 1.5 400 ko'paytirsak 600, 700 dan 600 ketsa 100 ga. X'imiz teng bo'ladi. 100 bo'lingan 0.5 200 bo'ladi-da. Hop, 200 ga. Hop, y'imiz teng bo'ladi. 400 dan 200 ketsa 200, 200 2 bo'lsa 100. Hop, masala shartida DNKdagi guaninlar soni. Guanin soni y deb olganmiz. Y'imiz bizda 100 chiqdi. To'g'ri javob B. Hop. Hop, demak 72-savol. Birinchi zanjirning nukleotidlarni ushbu adenin 1, sitozin 1 hamda guanin 2, timin 2 va ikkinchi zanjirdagi komplementlar tashkil etadi. Umumiy uzunligi berilgan va quyidagi ifodalar berilgan. Birinchi ifodamiz, mana shu birinchi ifoda, mana. Birinchi ifoda. Mana bu ikkinchi ifodamiz, mana bu uchinchi ifoda. Endi shu ifodalardan foydalanib birinchi ishimiz z teng 44 minus w qilib oldik. Mana bu z plus w teng 44, z teng 44 minus w qilib oldik. Ikkinchi ishimiz endi mana bu yerdagi x plus z ni ozroq qilaylik. Demak, mana bu yerdagi x plus z ni o'rniga, mana z ni o'rniga 44 minus w qildi. Shunda y plus 44 minus w teng 54 bo'ldi. Endi hop, 54 dan 44 ketsa 10 bo'ladi. Y teng w plus 10. Hop, endi keyingi ishimiz uchinchi ish. Mana bu yerdagi w plus y teng 50 ga y ni o'rniga w plus 10 teng 50 qildik. Shunda 2w teng 40 bo'ladi, chunki 50 dan 10 ayrilib ketadi. W teng 20. Mana 20 chiqdi. Hop, endi to'rtinchi ishimiz, demak, mana bu yerdagi w 20 bo'lsa, 20 ga 10 ni qo'shsak 30, bu y kelib chiqadi 30 ekan. Beshinchi ishimiz, hop, z ni topamiz. Mana bu yerdagi w imiz 20 bo'lsa, 44 dan 20 ayirsak 24 bo'lishi kerak masalada. Demak, z 24 ekan. 14 deb yozib qo'yamiz, to'g'rilaymiz hozir buni. Demak, z imiz 24 ga teng ekan. 24. Hop, endi 6-ishimiz x topamiz. Hop, mana bu yerdagi z 24 deydigan bo'lsak, 51 dan 24 ketsa 27 bu x kelib chiqar ekan. Demak, x imiz 27 ekan. Hop, yaxshilab e'tibor berib, o'zingizlar ham qaytadan ishlab qo'yasizlar. Hop, endi unday vodorod bog'lar topish uchun umumiy nukleotidlar 404 ta edi. 404 ga jami guaninlar z deb olganmiz 24 ta va ikkinchi guaninlarimiz y deb olganmiz. Y'imiz mana bu yerda 30 chiqqan. 30 ga qo'shamiz. Shunda 404 plus 24 plus 30 458. Hop, z 24 ta, ikkinchi guaninlar hop 30 ta. 30 ga 24 54. Endi bu ikkita zanjirga nisbatan 60 keladi. Yana 24 ga 30 54 plus yana 54 qilamiz. 108. Endi 108 ga shu 458 ga 54 qo'shsak 512. 512 ta umumiy vodorod bog'lar soni kelib chiqdi. Hop, aslan nimaga qarang. Mana x lar unday qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana misol uchun x imiz bizda 27 chiqdi. Y bizda y 30 chiqdi. Mana bu yerdagi guaninlar z 24 chiqdi. Mana bu yerdagi w bizda necha chiqdi? 20 chiqdi. 20. Hop, ana shu bitta zanjirni hisoblab turib, mana 27 plus 30 plus
24 plus 20 deydigan bo'lsa 101. Bu bitta zanjirda. Ikkinchi zanjirda ham 102. 2 ko'paytirsa 202 ta. Bizda jami 202 ta nukleotid chiqish kerak ekan. Lekin masala shartida 404 ta. Shuning uchun men bularni mana bu yerdagi 54 ga yana 54 qo'shdi 2 barobar ko'pligi uchun. Shunda 108 bo'ladi. Endi 108 ga qo'shamiz. Hop, umumiy nukleotidlar 404. 512 ta bu vodorod bog'la soni ekan. Hop, endi keyingisi birinchi zanjirdagi polinukleotidlar soni, birinchi zanjirdagi polinukleotidlar adeninlar bilan guaninlar 27 ga 24, 51 bo'ladi. 51. Ikkinchi zanjirdagi guaninlar, ikkinchi zanjirdagi guaninlarimiz mana bu 30 bo'ladi. 51 ni 30 ga bo'lib qo'ysak, 1.7 marta ko'p bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob D ekan. Hop, 72-savolni yaxshilab tushunib qaytadan ko'rib qo'yinglar. Hop, 73-1. 73-1. Hop. Uzunligi 20.4 nanometr bo'lgan ikkita denka. 20.4 bo'lingan 0.17. 120 ta nukleotid bor ekan. Hop, mana birinchi denka, kattaroq chizaylik, mana ikkinchi denka. Bu ikkita denka bilan tarkibi tekshirib ko'rildi, quyidagi aniqlandi. Hop, mana bu yerga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, shu 6 ta shartni yozib oldik. Endi shularni bajarib chiqsak, xudo xolasa topamiz. Hop, endi ikkinchi denkani ikkinchi zanjirdagi guanin. Ikkinchi denka mana buni, mana ikkinchi denka bu birinchi denka. Ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi guanin nukleotidlar soni birinchi denkani birinchi zanjirdagi adenin nukleotidlardan 0.5 marta ko'p. Demak, mana bu adeninni x desak, mana bu yerdagi guanin 0.5x bo'ladi. Hop, endi ikkinchi shartim. Birinchi denkani ikkinchi zanjirdagi sitezin, birinchi denka ikkinchi zanjirdagi sitezin mana. Ikkinchi denkani birinchi zanjirda, ikkinchi denka birinchi zanjirdagi adeninlar soniga teng. Demak, ularni y deb olamiz. Y. Davom etamiz. Uchinchi sharti. Birinchi denkani ikkinchi zanjirdagi adenin, birinchi denka ikkinchi zanjirdagi adenin mana. Pastroq qilamiz. Adenin. Ikkinchi denkani ikkinchi zanjirdagi adenin, ikkinchi denka ikkinchi zanjir. Mana bu yerdagi adenin nukleotidlar sonidan 1,5 marta ko'p. Endi bularni z deb olsak, ikkinchi zanjirdagi adenin nukleotidlardan 1,5 marta ko'p. Buni z deydigan bo'lsak, o'shanda bu 1,5 z bo'ladi. To'rtinchi shart. Ikkinchi denkani birinchi zanjirdagi guanin, ikkinchi denka birinchi zanjirdagi guanin. Mana bu yerga yozamiz. Guaninlar soni birinchi denkani birinchi zanjirdagi guanin, birinchi denka birinchi zanjirdagi guanin mana bu yerda bo'lgan, bu y bo'lgan. Guanin nukleotidlar sonidan 1.25 marta ko'p. Demak, bu 1.25 y bo'lgan ekan. O'shanda mana bu yerda sitezin ham 1.25 y bo'ladi. Beshinchi shart. Ikkinchi denkani birinchi zanjirdagi adenin, ikkinchi denka birinchi zanjirdagi adenin nukleotidlar adenin nukleotidlar soni birinchi denka birinchi zanjirdagi adenin nukleotidlar sonidan 2 marta ko'p. Demak, hop, x mana x dan mana y 2 marta ko'p bo'lgan. Bu degani hop, y ni o'rniga 2x deb desak bo'ladi. Y ni o'rniga 2x. Shunda mana bu yerdagi y lar ham 2x bo'ladi, mana. 2x. Yana qayda y bor? Endi hop, 1.25 y ni 2 ga ko'paytirsak 2,5x bo'ladi. 2,5x. 2.5 mana. Bu ham 2.5x. Y qolmadi bizda. Hop, endi 6-shart. Birinchi denkani ikkinchi zanjirdagi guanin nukleotidlar soni, birinchi denkani ikkinchi zanjirdagi, birinchi denka ikkinchi zanjirdagi guanin nukleotidlar soni hali yozmadik. Endi yozamiz mana. Soni ikkinchi denkani ikkinchi zanjirdagi, ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi mana guanin nukleotidlar sonidan 1,5 marta ko'p. 1,5 marta ko'p. 0.5 ni 1,5 ga ko'paytirsak 0.75 bo'ladi. Demak, mana bu yer 0.75 x tashkil etar ekan. Hop, endi yuqorida ma'lumot foydali ABC topshiriqni bajaring. Hop, endi bajaramiz. Endi komplementlarni yozib chiqamiz. Mana bu yerda tim x bo'lgan. Mana bu yerda tim 1,5 z bo'lgan. Mana bu yerda sitezin 0.75 x bo'lgan. Hop, bularni yozamiz. Endi jami x larni yozib chiqamiz. X ga 2x, 3x, 3x ga 0.75, 3.75 x plus hop, z 1,5 z. Bu bitta zanjirga nisbatan olindi. Hop, ikkita zanjir 120 ta nukleotid bo'lsa, bitta zanjir 60 ta bo'ladi. Endi mana bu tomon. Hop, timin 2x bo'lgan. Mana bu yerda sitezin 0.5x bo'ladi. Hop, mana bu yerda timin z bo'ladi. Hop, jami x lar 2x, 0.5x, 2,5x, 2,5x ga mana bu yerda 2,5x, 5x. 5x plus z. Mana bu yerda z bor bitta. Teng, bu ham 60 ta. Chunki teng edi nukleotidlar. Hop, pastda 1.5 ko'paytirsak z lar qisqaradi. 1,5 ko'paytiramiz. 7.5, 7.5 dan endi ayiramiz. Necha? 3.75 ta. Yana 3.75 bo'lar ekan. 3.75 x teng
1,5 ko'paytiramiz. 90 30 bo'lar ekan. 1,5 ko'paytirsak 90, 90 dan 60 ayirsak 30. Endi 30 ni bo'lamiz 3,75 ga. Demak, x imiz 8 chiqdi. X teng 8 ga. Mana 8. Hop, z teng 8 ni 5 ko'paytirsak 40 bo'ladi. 40 dan 60 ketsa 20. Demak, z imiz 20 ekan. Hop, 73-birli savollar ishlanishi. Hop, endi to'g'ri javoblarni toplaymiz. A masala shartida. Ikkala denka tarkibidagi jami adenin nukleotlar sonini aniqlang. Ikkala denkadagi jami adeninlar. Birinchi denkadagi jami adeninlar bu yerda x bor. Mana bu yerda 1,5 z bor. Hop, x imiz 8 chiqqan 8 plus z imiz 20 chiqqan 1,5 20 ko'paytirsak 30. Bu degani 38 da bu birinchi denkadagi jami adeninlar. Ikkinchi denkadagi adeninlar. Bu yerda 2x bor. Hop, mana bu yerda bitta z bor. 2x 8 ko'paytirsak 16 plus bitta z 20 edi. 36. 38 ga qo'shib qo'yamiz 36 ni. 74 bo'ladi. 74. Bitta A javobda turibdi. Hop, endi mana B hamda C masala shartini o'zingiz tahlil qilib qo'yishingiz mumkin. Hop, 74-savol tahlili. Demak, uchta denka fragmentida jami nukleotidlar soni 820 tani tashkil etar ekan. Hop, yozib olamiz. Demak, bizda birinchi denka, hop, ikkinchi denka hamda uchinchi denka. Har bir denkada adenin, timin, guanin, sitozin joylashgan deb olsak, adenin, timin, guanin, sitozin. Bunda ham adenin, timin, guanin hamda sitozin nukleotidlari mavjud. Jami nukleotidlar soni 820 tani tashkil etar ekan. 3 ta denkada. Endi raqamlar olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Birinchi denka birinchi zanjirdagi adenin x deb olsak, ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi sitozin, ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi sitozin mana bu yerda joylashgan, bu ham x deymiz. Uchinchi denka ikkinchi zanjirdagi timin, uchinchi denka ikkinchi zanjirdagi timin, mana bu yerdagi timinlar ham x. Nisbati 1 3 2. Demak, bu x, bu 3x, bu 2x. Endi ikkinchi shartda uchinchi denkani ikkinchi zanjirdagi adenin, uchinchi denka ikkinchi zanjirdagi adenin mana bu yerda joylashgan, buni y deymiz. Ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi timin mana bu yerda joylashgan, buni ham y deymiz. Va birinchi denka birinchi zanjirdagi timin mana bu yerda joylashgan, y deymiz. Nisbat 6 2 3 orqaga qaytarganmiz. 6 2 hamda 3. Hop, endi uchinchi shartda denka fragmenti uzunliklari mos ravishda 9 nisbat, 15 nisbat hamda 17 nisbat. Hammasini yig'indisi 9 ga 15 24, 24 ga 17 41. Demak, 820 ni mana bu yerga bo'lamiz. 820 ni 41 ga bo'lamiz. Bu 41 mana 9 15 17 ni qo'shganda kelib chiqqan son 20 bo'ladi. Endi har birini 20 ga ko'paytirsak, mana bu denkada 180 ta nukleotid bo'ladi. 20 15 ko'paytirsak, bunda 300 ta, mana bunda esa 340 ta nukleotid joylashgan ekan. Davom etamiz. 4-shart. Ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi guanin, ikkinchi denka ikkinchi zanjirdagi guanin mana bu yerda joylashgan. Buni Z deymiz. Z. Hop, birinchi denka birinchi zanjirdagi sitozin mana bu yer. Z deymiz. Hop, va uchinchi denka ikkinchi zanjirdagi guanin mana bu yer. Bu ham Z. Endi nisbatlarni qo'yib qo'yamiz. 5 3 4. Demak, 5 mana bu yerdan boshlanadi. Bu 3, mana bu 4. Hop, 5-chi sharti. Birinchi denkani ikkinchi zanjirdagi sitozin, birinchi denka ikkinchi zanjirdagi sitozin. Hop. Ikkinchi denkani birinchi zanjirdagi adenin, ikkinchi denka birinchi zanjirdagi adenin 2y bo'lgan. 2y va uchinchi denkani ikkinchi zanjirdagi guanin, uchinchi denka ikkinchi zanjirdagi guanin 4z bo'lgan. Mana yozib olamiz. Sitozin 2y 4z. Nisbat hammasi 1 ga 1 ekan. 1 1 1. Bu degani nima degani? Bu 2y teng 4z ga degani. Bu degani y teng 2z ga. Hop, endi mana bu yerda sitozinlar ham 2y ga teng degan ekan. Chunki 1 ga 1 nisbatda. Yozib olamiz. Mana 2y ekan. Bu yer ham 2y. Endi 3z. Bizda y'imiz 2z bo'lsa, 3zimiz 1,5 y ga to'g'ri keladi. Mana bu yerda 3z o'rniga 1,5 y deb olamiz endi. Buni olmaymiz. Hop, mana bu yerdagi 5z o'rniga 2,5 y deymiz. Mana bu yerga yozamiz. 2,5 y. 5z olmaymiz. Mana bu yerda 4z bor. Demak, bu yer 2y ekan. 2y. Ana. Oxirgi shartda birinchi denka birinchi zanjirdagi guanin, birinchi denkani birinchi zanjirdagi guanin 2y mida, mana 2y va 6-shart. Hop, ikkinchi denkani birinchi zanjirdagi timin, ikkinchi denka birinchi zanjirdagi timin, mana timin deb yozdik. Va uchinchi denkani ikkinchi zanjirdagi sitozin, mana bu yerdagi sitozinlar, sitozin 2 3 4, 2y, 3y, 4y ekanda, mana nisbat. Demak, bu yerga 3y deb yozamiz. 3y. Mana bu yerga esa mana sitozin komplement guanin 4y deb yozamiz. Hop, asosiy ishni qilib bo'ldik. Endi tenglama tuzamiz. Hop, eslatib o'taman, shu 74, 73-savollar, hop, milliy sertifikat savollari shuning uchun ozgina vaqt ko'proq ketadi.
lekin tushunmasangiz albatta yaxshi foydasi bor. Demak, birinchi DNKdagi birinchi zanjirda x larni hisoblaymiz. 1x bitta ekan x plus endi y ile 3y 2y 5y 5y ga 1,5y 6,5y 6,5y teng bitta zanjir bo'yini uchun 90 deb olamiz. O'zi bizda ikkita zanjirda 180 ta nukleotid bor. Endi ikkinchi DNKdagi x lar mana bu yerda 3x bo'ladi. 3x plus y ile 2y 3y 5y 5y 2,5y 7,5y ekan. 7,5y teng bu ham 150 bo'ladi bitta zanjir. Chunki ikkita zanjir 300 deydi. Xo'p, endi yuqorini 3 ga ko'paytirsak x lar qisqarib ketadi. 3 ni 6,5 ga ko'paytirsak 19,5 undan 7,5 ayirsak 12y bo'lar ekan. 12y teng 90 ni 3 ga ko'paytirsak 270, 270 dan 150 ketsa 120 y teng 120 12 ga bo'lsak 10 bo'lar ekan. Xo'p, endi 10 ni 6,5 ko'paytirsa, ya'ni 6,5 y 65, 90 dan 65 ketsa x kelib chiqadi 25 ga teng ekan. Bo'ldi. Xo'p, birinchi DNKdagi vodorod bog'lar. Birinchi DNKdagi vodorod bog'larni topish uchun umumiy nukleotidlarga umumiy guanillar sonini qo'shib qo'yardik. Bizda umumiy nukleotidlar birinchi DNKda 180 ta deb olganmiz. 180. Unga qo'shamiz guanillar. Guanillar mana bu yerda mana 2y guanin bor, hamda mana sitozinning qarshisidagi guanillar 1,5y bo'ladi. 2 ga 1,5y, 3,5y. 3,5 ni 10 ga ko'paytirsak, chunki y'imiz 10 ku 35y bo'ladi. 35 ta guanin bo'ladi. 180 ga 35, 215 ta bu birinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni kelib chiqdi. To'g'ri javob B. 74-savolda B sini B masala shartini o'zingiz ishlab qo'yishingiz mumkin. Hop, 75-xilga yetib keldik. Uzunliklari 2 3 4 1 nisbatda bo'lgan 4 ta DNK. Endi bizda DNKlar soni 4 ta bo'ldilar. Hop, uzunliklari 2 3 4 1 nisbatda. Hop, DNK molekulasi berilgan birinchi DNKda guanin sitozin orasida 240 ta vodorod bog' bor. Mana birinchi DNKdagi guanin sitozin orasida 3 ta vodorod bog' desa, 240 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 80. Demak, guaninlar 80 ta, sitozinlar ham 80 ta bo'lgan. Hop, endi DNKlarda adenin nukleotidlari. Demak, mana bu yerdagi adenin nukleotidlari mana nisbatan. Hop, 2 nisbat bo'lgan, bu 3 nisbat bo'lgan, bu 4 nisbat bo'lgan, bu 1 nisbat bo'lgan. Hop. Endi ikkinchi DNKdagi adeninlar 30% ni tashkil etsa, ikkinchi DNKdagi adeninlar mana ikkinchi DNK. Bu uzunliklari 2 3 4 1. 0.3 bo'ladi, ulushda olib. 0.3x deb olsak ham bo'ladi yoki 0.3. Quyidagi topishlar to'g'ri javob aniqlang. Endi 0.3 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. Chunki birinchi DNK bilan ikkinchi DNK adenin nisbati 2 ga 3 da. Shunda bu yerdagi adenin 0.1 ni tashkil etadi. Shunda mana bu yerdagi guanin 0.4 ni tashkil etadi. Chunki bitta zanjir 50% edi-yu. Shunda 0.1imizga 0.4 bo'lsa, 0.4 guaninlar, bizda guaninlar soni 80 ta bo'ldi. Bunda qancha qilamiz? 80 ko'paygan 0.1 bo'lingan 0.4 ga 20 ta tashkil etar ekan. Demak, birinchi DNKdagi adeninlar 20 ta ekan. Hop, ikkinchi DNKdagi adeninlar 30 ta bo'ladi. 30 ta. Uchinchi DNKda 40 ta bo'ladi. To'rtinchi DNKda adeninlar soni 10 tani tashkil etadi. 10 ta. Hop, endi bizda 4 tala DNKdagi jami guaninlar sonini hisoblaymiz. Hop, bizda uzunliklar berilgan 2 3 4 1. Birinchi DNKdagi umumiy nukleotidlarni topib olamiz. Adeninlar 20 ta degan, timirlar ham 20 ta degan. Endi hop, mana bu yerga yozilaylik. 2 3 4 1. Bu uzunliklar. Endi birinchi DNKdagi umumiy nukleotidlar 20 ga 80 100, 2 ga ko'paytirsak 200. Birinchi DNKda 200 ta nukleotid bor. Ikkinchi DNKda 203 ko'paytirib 2 ga bo'lsa 300 ta. Uchinchi DNKda 400 ta. To'rtinchi DNKda 100 ta nukleotid bor ekan. 100 ta. Hop, endi yozib olamiz. Bu birinchi DNK edi, bu ikkinchi DNK. Hop, davom etamiz. Bu birinchi DNK, bu 2, 3 hamda bu to'rtinchi DNK. Birinchi DNKdagi guaninlar 80 ta bo'ldi. Ikkinchi DNKda adeninlar 30 ta, timirlar ham 30 ta bo'ladi. 30 ga 30 60. 300 dan 60 ayirsak 240, 2 ga bo'lsak 120 ta guanin bo'ladi. 120 ta guanin. Hop, endi to'rtinchi DNKdagi guaninlar, adeninlar 40 ta, timirlar ham 40 ta degani. 40 ga 40 80, 80 dan 400 ayirsak 320, 320 ga 2 ga bo'lsak guaninlar 160 ta bo'ladi. To'rtinchi DNKda adeninlar 10 ta, timirlar ham 10 ta, 20 ta. 100 dan 20 ayirsak 80, 80 ga 2 ga bo'lsak 40. Demak, guaninlar 40 ta. Endi qo'shib qo'yamiz. 80 ga 120, 200, 200 ga 160, 360, 360 ga 40, 400 ta. Demak, D javobga to'g'ri kelyapti. B masala shartini o'zingiz ishlab qo'yishingiz mumkin. Jami vodorod bog'larni so'ragan. Shu jami guaninlarga hop, B masala shartini ham ishlab beraman. Mana 200, 300, 500, 500 ga 400, 900, 900 ga 100, 1000 ta bo'lar ekan. 1000 ta. Hop, endi 4 tala DNKdagi jami vodorod bog'larni topish uchun jami guaninlarni qo'shib qo'yasizlar, javob chiqib keladi. Hop, 76-savol. Uzunliklari
1,5, 2,5, 3, 1 nisbatda bo'lgan 4 ta DNK molekулasi berilgan. 75-savol bilan 76-savol bir xil ekan. O'zingiz ishlab qo'yishingiz mumkin. 75 bilan 76 bir xil ekan. Hop, 77-savol. Ma'lum bir DNK fragmentida birinchi zanjirda joylashgan adenin, guanin, sitozin nukleotlar soni o'zaro 1, 2, 1,5 kabi nisbatda. Demak, bizda mana hop, DNK bor. Hop, adenin, guanin, sitozin, timin. Adeninlar X, guaninlar 2X, sitozinlar 1,5X, timinlar normal. Hop, bu birinchi zanjirda. Endi ikkinchi zanjirda adenin nukleotidlar DNKdagi jami nukleotidlarni 12,5% tashkil etadi. Mana shu kalit so'z bo'ladi. Ikkinchi zanjirda adenin mana bu yerda joylashgan. Bu 12,5% ekan. Demak, mana bu yerdagi timin ham 12,5% ni tashkil etgan umumiy nukleotidlar. Biz umumiy nukleotidlarni mana olamiz. Bu ham X, bu 2X, bu 1,5X bo'ladi. Shunda jami x ni hisoblaydigan bo'lsa, x, 2x, 3x, 3x ga 1,5x, 4,5x. 4,5x imiz endi 50 dan 12,5 ga ayiramiz. Chunki bitta zanjir 50%, bitta zanjirda timin 12,5% ekan. Qoladi 37,5%. Mana bu 4,5x imiz 37,5% ga teng bo'ladi. 12,5 imiz qancha qilsa x kelib chiqadi timinlar. Hop, 4,5 ko'paygan 12,5 bo'lingan 37,5 ga 1,5 ekan. Demak, timinlarimiz 1,5x tashkil etar ekan. Hop, endi DNK fragmentida fosfatifir bog'lar soni vodorod bog'lar sonidan 422 taga kam bo'lsa, hop, bu degani hop y teng bo'ladi. Hop, 420 ga teng bo'ladi. Hop, hozir hisoblab beraman. 2x plus 3y bu vodorod bog'lar. Vodorod bog'lar teng bo'lar ekan. Hop, fosfatifir bog'lar 2x plus 2y minus 2 minus e plus. Chunki DNK fragmenti fosfatifir bog'lar soni vodorod bog'lar sonidan 420 taga kam ekan. Fosfatifir bog'lar kam. 422 ga. Shunda 2x lar qisqarib ketadi. 3y dan 2y kessa y teng bo'ladi 420 ga. Mana bu 420 bo'ladi. Y deb biz guaninlarni olganmiz. Guaninlar. Hop, endi shu DNK fragmentidan sintezlangan oqsil og'irligi hamda DNK fragmentining uzunligi aniqlanadi. Hop, endi bizda guaninlarimiz bu yerda 2x bor. Mana bu yerda 1,5x bor. 420 teng bo'ladi 3,5 ga. X ga. X teng bo'ladi 420 bo'lingan 3,5. 120 ekan. X imiz 120 ekan. Bu degani jamiki x lar qo'shadigan bo'lsak, hop, 4,5x ga 1,5x mana bu yer. Hop, 6x bo'ladi, bu bitta zanjir. Ikkita zanjir 12x. 12x ni ko'paytiramiz 120 ga umumiy nukleotid kelib chiqadi. Demak, DNKda 1440 ta nukleotid bor ekan. Shu DNK fragmentdan sintezlangan oqsil og'irligi 1440 ni 6 ga bo'lsak, chunki mana DNK, RNK hamda aminokislotalar 6x, 3x, x nisbatda bo'ladi. Bizda bu 1440 bo'ladigan bo'lsa, aminokislotalar bitib qo'ysa, 1440 ni 6 ga bo'lamiz. 240 ta bu aminokislotalar soni, uni 120 ga ko'paytirsak, 28800 bu aminokislotalarning og'irligi. Hop, 28800 ekan. Buni yozib qo'yamiz. 800. Hop, endi DNK fragmenti uzunligi 1440 ni ko'paytiramiz 0.2 ga. 244.8 nanometrga 28.8 og'irlik, bu ajobga to'g'ri kelyapti. Hop, qaytadan videoni ko'rib qo'ying. 78-xiliga yetib kelamiz. DNK tarkibida fosfatifir bog'lar soni undan sintezlangan. Hop, demak, 78-savol tahlili. DNK tarkibidagi fosfatifir bog'lar. Demak, mana bu DNK deydigan bo'lsak, bunga fosfatifir bog'larni topish uchun 3x dan 1 ayiramiz. Nimaga 3x? Chunki mana bu yer DNK 6x ida. 6x dan 3x li RNK hosil bo'ladi. Shuning uchun endi umumiy nukleotidlar bu 3x ni undan 1 ayirsak, fosfatifir bog'lar kelib chiqadi. Endi bundan aminokislotalar sintezlansa, mana aminokislotalar deydigan bo'lsak, ya'ni 3x ni 3 ga bo'lardi. Chunki RNK tarkibidagi 3 ta nukleotiddan bitta aminokislota hosil bo'ladi. Va bundan 1 ayirsak, peptid bog'lar kelib chiqadi. Peptid bog'larga 600 ni qo'shsak, mana bunga tenglash bo'lar ekan. 3x minus 1 ga tenglashar ekan. Bu degani, mana bu yerda minus 1 larni qisqartirib olsak, bizda qoladi 3x teng, mana bu yerga yozaylik. 3x taqsim 3 plus 600 bo'ladi. Endi mahraj berib olamiz mana bu yerga. Umumiy mahraj beramiz. 3 bo'ladi. 3 ni 1 ga bo'lsa, mana bu yer 3 bo'ladi. Mana bu yer 3 3 ga bo'lsa 1, mana bu yer 3 1 ga bo'lsa 3 bo'ladi. Shunda 9x teng 3x plus 1800 bo'ladi. 9x dan 3x ketsa 6x teng bo'ladi 1800. Hop, x teng 1800 6 ga bo'lsa 300 bo'lar ekan. Demak, aminokislotalar soni 300 ta bo'lgan. Endi masala shartida hop, sintezlangan oqsil og'irligi 300 ni 120 ga ko'paytiramiz.
300 ko'paygan 120. 36 ming bo'lar ekan. 36 ming. Hop, bizda demak og'irligi 36 ming ekan. Endi oqsil tarkibidagi lizin aminokislotalar soni. Mana qarshida oqsilda 20 xil aminokislota degan. O'sha 20 xil aminokislotadan bittasi lizin deydigan bo'lsa, bizda aminokislotalar soni 300 ta bo'ldi. 320 bo'lsak, demak 15 tasi lizin aminokislotaga tegishli bo'lar ekan. To'g'ri javob B. Hop, 79-savol tahlili. Ma'lum bir DNK fragmentida jami 1440 ta nukleot mavjud. Ushbu DNK birinchi zanjirdagi purin soni, hop, mana bizda ikkita zanjir, bitta DNK bor ekan. Hop, jami nukleotidlar 1440 ta ekan. Ushbu DNKning birinchi zanjirdagi purinlar mana adenin bilan hamda guanin. Ikkinchi zanjirdagi purin soniga teng. Ikkinchi zanjirdagi purin asoslari, hop, mana bu yerga yozaylik. Bularni x deydigan bo'lsak, mana bular ham x bo'ladi. Birinchi zanjirdagi purin, ikkinchi zanjirdagi purin soniga teng. Birinchi zanjirdagi adenin x deydigan bo'lsak, mana bu yer timin bo'ladi. Birinchi zanjirdagi adeninlar soni ikkinchi zanjirdagi adenin sonidan 1,5 marta kam. Demak, mana bu yerdagi adenin 1,5 bo'lgan, mana bu yer 1 bo'lgan ekan. Mana bu 1,5 x, buni x deb olar ekanmiz. Mana x kelamiz. Hop, endi ikkinchi zanjirdagi guanin, mana bu yerdagi guanin soni ushbu zanjirdagi timin mana bu yerda bo'lgan. X dan timin sonidan 1,5 marta ko'p. Demak, mana bu yerdagi guanin 1,5 x ni tashkil etgan. 1,5 marta ko'p bo'lsa quydagilarni toping. Demak, bizda hop 1,5 x ga 1,5 x ikkilisini qo'shsak 3x bo'ladi. Mana bu tomon ham 3x bo'lishi kerak. Lekin adenin x, demak mana bu yerdagi guanin 2x bo'lgan. Hop, endi DNK molekulasi jami guanin nukleotlar soni. Jami guanin nukleotlarni topish uchun bizda 1440 ta umumiy nukleotidlarda shu teng bo'ladi jami xlar. Hop, mana bu yerda sitozin 2x bo'ladi. Hop, bitta zanjir hisoblaylik. X 2x 3x, 3x ga mana bu yerda 3x 6x, ikkita zanjirda 12x bo'ladi. Shunda x teng bo'ladi 1440 ni bo'lamiz 12 ga. 120 ga ekan. X imiz 120 ga teng. Umumiy guaninlar bu yerda 2x, mana bu yerda 1,5x. 3,5x ko'paygan 3,5 ga. 420 ta. Demak, guaninlarimiz 420 ta. C javobga to'g'ri kelar ekan. Jam vodorod bo'lmay topish uchun 1440 ga 420 qo'shib qo'yamiz. Demak, B javob uzr. B javob. Shunda 1440 ga 420 qo'shsa 1860. 80-qilim. Hop, 389 ta fosfodiefer bog'iga ega RNK sintezida ishtirok etgan DNK molekulasini birinchi va ikkinchi zanjirda 40 tadan adenin nukleot mavjud. Demak, RNKda 389 ta fosfodiefer bog' degani RNK tarkibida 390 ta nukleotid bor degani. Bu degani DNKda 780 ta nukleotid bor degani. Endi ishtirok etgan DNK molekulasi birinchi va ikkinchi zanjirda 40 tadan. Birinchi zanjirdagi adenin 40 ta bo'lgan, ikkinchi zanjirdagi adenin ham 40 ta bo'lgan. Bu degani timinlar ham 40 tadan bo'ladi. Mana. Endi DNK molekulasi tarkibida jami vodorod bog'lar soni va DNK molekulasi uzunligi 780 ni 0,7 ga ko'paytiramiz. 132,6 bu DNK ni uzunligi kelib chiqadi. Hop, endi bizda 44 ko'paytirsak 160, 780 dan 160 ayiramiz. 160 ayiramiz. 160. 620. 620 ta jami guanin hamda sitozinli ikkita zanjirda. Endi 620 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 155 ta bu mana bu yerga chizaylik. Adenin, timin, guanin, sitozin. Timin, adenin, sitozin, guanin. Mana bu sitozin, guaninlar 155 tadan bo'lib joylashadi. Hop, endi vodorod bog'larini topish uchun 780 ga qo'shamiz. Mana bu yerda guaninlar 155 ta. Mana bu yerda demoqchiman. Mana bu yerda guaninlar 155 ta. 155 ga 155 310 780 qo'shamiz 1090. Demak, 1090 ga 132,6 to'g'ri javob D. Hop, 82-qilim. Adenin nukleotidlari 30% ni tashkil qilgan DNK fragmenti tarkibida vodorod bog'lar soni fosfodiefer bog'lar sonidan 182 taga ko'p bo'lsa, demak bizda mana bu DNK bor 182 1. Adenin, timin, guanin, sitozin. Hop, adenin nukleotidlar 0,3 tashkil etsa, guaninlar 0,2 ni. Hop, endi vodorod bog'lar soni 2x plus 3y teng bo'ladi. Hop, 2x plus 2y minus 2 plus 182. Y teng bo'lar ekan 180 ga. Chunki mana 2x lar qisqaradi, 3y dan 2y ketadi, 182 dan 2 kelsa 180. Demak, guaninlarimiz 180 dan tashkil etadi. Hop, endi masala sharti shu DNK tarkibi guanin sitozin nukleotidlar o'rtasida vodorod bog'lar 180 ni
ko'paytiramiz 3 ga. 540 ta demak vodorod bog' bor ekan. D javobga to'g'ri kelyapti. Ushbu DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil molekulyasi tarkibida peptid bog'lar soni 180 ni 0 ga bo'lsak, umumiy nukleotidlar kelib chiqadi. 900 ta nukleotid bor ekan. Endi buni 6 ga bo'lsak, aminokislotalar kelib chiqadi. Shu aminokislotalardagi peptid bog'larni topish uchun umumiy aminokislotalardan birini ayiramiz. 149. To'g'ri javob D. Hop, 83-savol. 83. Shu yerga sig'dirishga harakat qilamiz. Sintez nukleotitlari 15% ni tashkil qilgan DNK fragment tarkibida vodorod bog'lar soni, fosfodifil bog'lar sonidan 47 taga ko'p bo'lsa, mana bu 82 bilan 83-savol 100% bir xil. Faqat sonlar o'zgargan xolos. O'zingni ishlab qo'yishing mumkin. Hop, 83